Egilik tiklash melodiyasi nomli kitobdan ilingan 3 parcha yozma. Birinchi. Poyez va internet. Karl Marxning mundaq bir so'zi bor. Yarg'unchoq feodallik jamiyatga vakillik qilsa, par mashinasi kapitalist jamiyatga vakillik qiladi. Demak, insoniyat jamiyatining muayyan bosqichida ma'lum xil ijodiyat insonlarning hayotida mohiyatlik o'zgarishlarni paydo qila oladi. Jumladan, poyez bilan internetmi bizning hayotimizga g'oyat zo'r o'zgarishlarni elib kelgan muhim shaylardir. Shaylarning mavjud bo'lishining tarixi bo'ladi. Ya'ni ular muayyan vaqtda, ma'lum makonda borliqqa keladi. Dunyodagi tunji poyez 1814-yili Angliyada borliqqa kelgan. Uning hayotimizga ko'rsatgan ta'sirini mundaq tasvirlash mumkin. Poyezning borliqqa kelishi bilan qatnash ravonlashdi. İnsanlar orasidagi aloqa kuchaydi. Yangi shaharlar borliqqa keldi. Bu xil gullanish ko'plagan kishilarga yangi xizmat fursatlarini yaratdi. Kishilar ko'mir konlari, binokorlik va temir yo'l sohasidan xizmat topdi. Yemak-ichmak, kiyim-kechak va uskuna asboblarning tez surat to'shilishi insonlarning moddiy turmushining yaxshilanishini borliqqa keltirdi. Poyezning yasalishi va kengayishi 19-asrning oxirida dunyo iqtisodining yuksalishiga g'oyat zo'r tuhfalarni qo'shgan bo'lsa, kompyuterning kashf qilinishi va internetning keng ko'lamli qo'llanilishi bugungi dunyoning iqtisodiy qiyofatini, qurilmasini, hatto jamiyatning qiyofati va kayfiyatini tubdan o'zgartdi. Poyezning paydo bo'lishi bilan yasalgan temir yo'llarning sanoat inqilobiga ko'rsatgan ta'siri tufayli 20-asrda rayonlar, davlatlar va qit'alar aro har turli iqtisodiy ham madaniyat aloqalari kuchayib, ular orasidagi iqtisodiy va texnik jihatdagi zo'r farq kichiklashga boshladi. Ammo tovar va mulozimatning internet orqali yetkazilishi tovar va odamlarning poyezda yo'tkilishiga qaraganda texmi yangi va yuksak palladagi iqtisodiy unumdorlikni yaratdi. Uchurlar 0 va 1 dan iborat raqamlar bilan ifodalangan raqamli kompyuterlar 2-dunyo urushi mezgilida Amerikada borliqqa kelgan bo'lib, ayni chaqda davlat mudofaasida tor doirada qo'llaniladi. Kompyuterning ishlatilishining jamiyat kengayishi bilan dunyo xarakterli to'g'rilashish 1980-yillarda yuz bergan bo'lib, 1990-yillarning o'rtasidan boshlab uning madaniyat, savdo, uchur aloqa ko'rsatgan ta'siri cho'nqirilishga boshladi. Iqtisodshunoslar raqobat unumdorlikni oshirdi deb qaraydi. Internetning savdo tijorati qo'llanib, uchur aloqaning kuchayishi, tovar mulozimatlarning yetkazilishi va bu jihatda davlatlar aro kaskinlashgan raqobatlar dunyo iqtisodining yana bir baldoq ko'tarilishini borliqqa keltirdi. Masalan, 1995-yildan 2000-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida dunyo iqtisodining ishishi uningdan burungi 25 yil ichida erishgan natijadan eshib ketdi. Internet texnik taraqqiyot mal ta'minlovchilarni tovarlarning bahosini oshirmay turibmi, bozorni tovarlar bilan to'ldirish imkoniyatiga ega qilib, iste'molchilarning hayotini mo'lchilik to'ldirdi. Internet dunyo miqyosida jamiyatning har qaysi sohalariga singib kirib, ziyolidan dehqongacha, amaldordan korxonchigacha, cho'ngdan kichikcha, oqtanlikdan qortanlikcha, yevropalikdan osiyolikcha hammalarning kundalik turmushida xabar va kerakli uchurdan tortib, xizmat va tijoratchilargacha umumlashishga boshladi. Bundaq aytganda, internet uchur,
texnika, bozor va baho jihatdagi monopollikni buzib tashlab, bilim va texnikaga erishmanlarni bilim okeaniga boshlab kirsa, egrik tiklash iddiasidagi kishilarga az mablag' bilan ish boshlab, besh fursatni yaratib berdi. Uning bilan qolmasdan yana ularni tashqi dunyodagi iqtisodiy raqobatga uyda turib jang e'lon qila oladigan holatga yetkazdi. İnternet texnikdan foydalanishni bilganlarni boy qilib atgan bo'lsa, texnika bilmaganlarni ishsiz qo'ydi, tijoratdan siqib chiqardi. Buning amaliyoti hozir har qaysi soha va jamiyatlarda ko'rilmoqda. Xulosalaganda, poyez va internetning dunyoga kelishi ijobiy ish bo'lib, ularning turmushimizni betib manganligi amaliyot bo'lsa-mu, internet texnikasining kimlar tarafidan nima maqsadda qo'llanayotganligiga diqqat qilishga arziydi albatta. 2015-yili bahor. Ikkinchi, yashayotgan u odam. Ko'zlarimga chilqib qolgan ba'zi ishlar pat-pat mening hislarimni g'idiqlab qo'ydi. Tunugimmi shundoq bo'ldi. Ilmiy maqolamni yozish ehtiyojim bilan Starbucks'ning qahvaxonasida o'tirdim. Tuyuqsiz yenimdagi o'rindiqda mashina qaltaklik bir paydo bo'ldi. Bu kishiga ittiqli qarab silib, cho'chib ketdim. Ko'zlari poltiyib chiqqan, beshi kichik, ko'zayniki yuzidan cho'ng, ammo yuzni saqal besib ketgan. Qalbki sangilab ketgan. 7 yoshlik bolachilik jismi bor. Ya'ni qaltiki uning o'zidan cho'ng. Yeshi 50lardan oshgan bir kishi ekan. Uning yeshinimi telefon knopkasini besayotgan, qetishib ketgan tuklik qo'llar qarab faraz qildim. Demakki, bu kishi ma'lum biologiyalik sabab tufaylidan kamtuk tug'ilib qolgan bir edi. Bu kishi o'rindiqning yeniga kelib, g'altikini tuvalatib, maydisini o'rindiqqa qo'yib, iPad'ni chiqarib, nihoyatda ustalik bilan bir nimalarni besib ketdi. Bir hazardan keyin telefon urishga boshladi. Nima da'vatini quloq solmadim, ammo ovozi urg'uliq. Bu kishiga zangsilib turgan malla maskanman. Boshqa o'rindiqlarda o'tirgan bir osalik yigit va ikki go'zal qizmi uning qarab o'tibdi. Bu kishining kelib olgan yeri bir bo'lon bo'lg'achqa, elqi go'zal qizlarning esdashlik qilg'isi keldimi, o'rinlardan turishib o'tib bu kishiga dedi: "Mavo kangri yerda o'tiramsizga, biz hozir chiqib ketamiz." Odamning qiliqlari go'zal bo'lsa, uning go'zalligi texmi julalandi ekan. Mening ko'z qarjug'im av go'zallar bilan mavi kishining orasida yo'tkilishga boshladi. "Rahmat, hojat yo'q. Mush yermi rahat menga", dedi bu kishi. Uning qo'li yana iPad'da chaqqonlik bilan harakat qilishga boshladi. Bu odamga qarab o'ylanib qoldim. Jamiyatda ne tambal, bejirim kishilar bor. Ammo hayotda kichikgina o'ngishsizlik uchrasa, dunyodan voz kechib ketishidi. Bu kishilarni mav kishiga selishtirib bo'lmaydi. Bu kishi oldi bilan majruhlikni tan olgan va unga moslashib yashash iqtidorini oshirgan. Yashayman degan taqdirning tangsizligidan og'rinmagan, qiyinchilikqa bosh egmagan. Mana bu ruhdagi kishi haqiqiy yashayotgan odamdir. 2019-yili qish. Üçüncü, güzellik to'g'risida. Elim aşıqlardan biri mening güzellik haqida qanday o'ylaydiganligimni bilib beqish uchun menga xat yozibdi. Uni noumid qo'ymaslik uchun bu sahar qahvaxonada o'tirib buni yozyapman. Güzellik haqida almasaqdan har xil qarashlar bo'lib kelgan. U shaklsiz, ammo mazmuni bor. Uning jismi yo'q, ammo obrazi bor. Shu mening güzellik qarashim muayyan subyektivlikka ega. Qadimgi yunonliklar go'zallik haqida mundaq deyishgan ekan. Ko'zlaring nimani go'zal deb ko'rsa, ko'ngling nimani go'zal deb bilsa, shu go'zal. Agar men bu xil qarashni aqlga muvofiq deb qabul qilsam, mundaq kishilar ko'zimga go'zal ko'rinadi. Mol dunyo va martaba oldida kishilik qadrini yo'qotmaganlar. Hozir halovatning oldida mas'uliyat va majburiyatni o'ylaydiganlar. Ojizlarga esdashlik qiladiganlar.
Eyibləşdən burun səbəbini sürüşdü qıldığanlar. Qaqşaşның ornuğa yaxşılaşның amalını qıldığanlar. Vapa və sadaqat duyğusu güclüklər. Cismani güzəlliyə iş hərəkəti və qılıqları mas gəlgənlər. Əlbəttə, təbiətin güzəlliyini təsvirləşinin hacı yox. Güzəlliknin aləmə bəxşləyini qiziqish, söyünüş, ilham və intilish, azadlıq, yeniklik, həmmədən mühimi köç və muhabbət. Qarşımca bir adamda köç və muhabbətlə buludikən, hayatı bəxt tuyğusu içində mənlik ödüdü. Muşu mənin olğanda, güzəllik hayatımızın küç bəxşləğucudur. Şoň mən hər daim güzel qalblarni qadrlashga, güzel şeylarni söyüşga tirishib yashayman. Bu mening o'z-o'zimni qadrliginim va hayotimni so'ygunimdir. 2016-yili bahor.